Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugun rostini aytaylik. So'zavisimist degan so'z, lekin aslida qo'rqadigan hech narsa yo'q. Bu huquq emas, tamga ham emas. Bu shunchaki hayot qiynalganda odam o'zini qandaydir yo'l bilan himoya qilishga harakat qiladi. Giyohvand oilada biz doimiy xavotir, nazorat va aybdorlik hissi bilan yashashga o'rganamiz. Payt kelib, shu o'rgangan narsalarning o'zi bizga zarar qila boshlaydi. Tushunarli bo'lishi uchun ikki holatni solishtiraylik. Quruqlik va birgalikda bog'liqlik. Giyohvand odamning boshi faqat ichimlik, dori yoki qimorda. Birga bog'liq odamlikni esa faqat uni o'ylaydi. Qayerda, nima qilyapti, qanday to'xtataman? Giyohvand nazoratni yo'qotgan, birgalikda bog'liq esa ortiqcha nazoratda. Kun bo'yi qo'ng'iroqlar, tekshirishlar, hammasi ustidan nazorat qilish. Giyohvanda men qaram emasman, hamma shunda yashaydi degan fikr bor. Birgalikda bog'liq odamda esa men qaraman, muhabbat bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Bizga boshqalar kerak emas. Bu yerda g'azab, o'ziga ziyon. Bu yerda manipulyatsiyalar, xafalik, qiyin qattiq aybdorlik. Tolerantlik ham o'sadi. Giyohvanda qattiqroq doza kerak bo'ladi. Yaqini esa faqat ko'z ostimda bo'lsin deb ko'proqqa ham chidaydi. Giyohvand mastlikni yangi doza bilan yopsa, birgalikda bog'liq odam xavotirni yana bir qo'ng'iroq bilan bosadi. Shu tariqa og'ir ssenariylar paydo bo'ladi. Qatta odamni yillab, nazoratda ushlab, ishlamay qolishiga olib keladi. Natijani yonida kuchli tayanch emas, yana bir qaram odam paydo bo'ladi. Charchoq, asabiylik, hammasi oddiy holga aylanadi. Nega gipernazorat ishlamaydi? Chunki bu yordam emas, faqat qo'rquvga javob. U faqat vaziyatni og'irlashtiradi. Qattiq parhezda kuniga 10 marta yema desa, eng chidamli odam ham sinadi. Qaramalikda ham shunday. Nazorat davolamaydi, faqat kasallikni kuchaytiradi. Nima qilish kerak? Eng muhimi bu bilan yolg'iz qolmaslik. Birgalikda bog'liqni 5 daqiqada hal qilib bo'lmaydi. Lekin asta-sekin birga qo'llab-quvvatlab va to'g'ri bilimlar bilan yo'l topish mumkin. Telegram kanalimizga obuna bo'ling. YouTube'da videolarni ko'ring. Tadbirlarimizga keling. Biz sizni kutamiz.